Xo'p, demak, bugun sizlar bilan 9 kitobidagi murakkab funksiyaning biz ikkinchi qismini olyapmiz. Birinchi qismda birdan 44 gacha bo'lgan misollarni ko'rgandik. Hop, 44-misoldan misol ishlab ketishni boshlaymiz. Bizga mana shu ko'rinishda funksiya berilgan va bizdan f1 teng 6, f2 teng 5 bo'lsa, bizdan f5 ning qiymatini so'rayapti. Bunda nima qilamiz? Biz e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerga qandaydir son qo'ysam, hop, bunda f1 berilgan, f2 berilgan. Agarda men har bitta x ta o'rniga 2 ni qo'yib chiqadigan bo'lsam, mana bu f3 bo'lib qoladi. Bu esa 3 ta f2 minus bu yerga 2 ni qo'ysam f1, bu yerga 2 ni qo'ysam plus 4 ko'rinishiga keladi. Endi bu yerdan f3 teng 3 ko'paygan f2 ning qiymati bizda 5 edi. Minus f1 da qiymati 6 plus 4. Endi bu 15 minus buni hisoblasak 2. Bu esa 13 ga tenglik kelib chiqyapti. Buni bizda f3 qiymati edi. f3 qiymati kelib chiqdi. Endi har bitta x ni o'rniga biz 3 qiymatini qo'yadigan bo'lsak, nima xoslar ro'y beradi? Mana bu yerga qo'ysak f4 teng, mana bu yerga qo'ysak 3 ta f3 minus mana bu yerga qo'ysak 3 ta f2 plus 2 ta x o'rniga nechini qo'yapmiz? Har bir x o'rniga 3 ta qiymatni qo'yapmiz. Endi bu yerdan hisoblaydigan bo'lsak, f4 teng bo'lyapti 3 ko'paygan f3 qiymati 13 ga teng minus f2 ning qiymati 5 ga teng plus buni ko'paytirsak 6. Buni ko'paytirsak 39 plus 1. 40 degan javob chiqdi. f4 imizning qiymati. Endi biz har bir x ni o'rniga 4 ni qo'yib chiqargan bo'lsak, mana bu yer f5 teng bo'lyapti. Hop, 3 ko'paygan f4, ya'ni mana bu yerga 4 ni qo'ydik. Minus bu yerga 4 ni qo'ysak f3 plus 2 ko'paygan 4 ko'rinishi kelib qoldi. Bu yerdan f5 ning qiymatini topadigan bo'lsak, 3 ko'paygan f4 ning qiymati qayerda topdik? Mana bu f4 ning qiymati edi 40 minus f3 ning qiymati. Xo'p, 13 plus buni ko'paytirsak 8 ko'rinishiga keldi. Bu endi 120, buni ko'paytirsak 120, buni hisoblasak minus 5. Demak, f5 ning qiymati 115 ko'rinishida bo'lgan ekan. Demak, bu savolga javobimiz 115 bo'ldi. Xo'p, keyingi savolga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda f jx berilgan 2x, j hx berilgan 3x plus 1. Bizdan f4 taqsim h1 ni so'rayapti. Xo'p, bunda nima qilamiz? Bu ko'rinib turibdi. Bular birinchi darajali chiziqli funksiyalar bo'lyapti. Xo'p, biz mana bu yerdan fx funksiyani qandaydir a x deb olsak bo'ladi. Chunki bunda ozod hal yo'q bo'lyapti. Endi mana bu jx funksiyani qandaydir b x funksiyani olsak bo'ladi. Endi mana bu hx da ozod xat qo'shilib qolganligi uchun hx ni qandaydir kx plus b ko'rinishida olsak bo'ladi. Shundan nima xoslar ro'y beryapti? Mana bu yerda f ichiga jx qo'yganmiz. Ya'ni f ichiga jx, bx ni qo'ysak, mana bu yerda. Xo'p, mana bu yerga x o'rniga bx qo'yiladi. Shunda a ko'paygan bx bu teng bo'lyapti 2x ga. Endi bu yerdan ab ni, bu yerdan a ko'paygan b ni 2 ga tengligini topsak bo'ladi. Qisqarib ketdi x'lar. Endi mana bu yerdan j x ni bx bo'lganmiz. Endi j hx, ya'ni j hx imiz bizda k x plus b ko'rinishida, ko'rinishda bo'lgan. Endi bu yerda x o'rniga kx plus, hop, mana bu yerdan b dan foydalanamiz. Buni s deb olaylik. Shunda s dan foydalanmadik hali. S harfidan. Shunda bu yerga kx plus s ni qo'yadigan bo'lsak, b ko'paygan kx plus s ko'rinishiga kelib qoldi. Endi buni nima tenglaymiz? Mana bunga tenglaymiz. Chunki j hx, mana j hx qo'ydi, mana bu holatga keldi. Buni bu holatga tenglayapmiz endi. 3 ta x plus 1 ga. Xo'p, buni bunga ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, nima bo'ladi? b hop k x plus b s teng bo'lyapti 3 ta x plus 1. Endi ayniyatdan foydalanadigan bo'lsak, b
k, ya'ni bu bilan bu tenglik mos kelishlarni teng bo'lyapti 3 ga. Hop, b, s teng bo'lyapti bularni mosini tenglayapman 1 ga. Endi yuqorida mana bu ham bor. A ko'paygan b teng bo'lyapti 2 ga. Endi mana shu sistema. Hop, bunda butun bo'luvchilardan yuraman. Buni butun bo'luvchisi har birida b borligi uchun va har biri 1 ga bo'linganligi uchun buni b degan tenglab oladigan bo'lsam, k ni qiymati 3 ga teng bo'lyapti. Bu 1 ga teng bo'lsa, s ni qiymati 1 ga teng bo'lyapti. Bu 1 ga teng bo'lsa, a ning qiymati 2 ga teng bo'lyapti. Demak, dastlabki berilgan funksiyani yozadigan bo'lsak, fx funksiya ax, ya'ni 2x, jx degan funksiyani yozadigan bo'lsak, jx degan funksiyani yozsak, bx, bimiz bizda 1 ga teng edi, x ko'rinishida. Endi hx funksiyani yozadigan bo'lsak, kx, k ni qiymati bizda 3 ga teng, 3 ta x plus s, s ni qiymati esa bizda 1 ga teng. Mana bu hx, mana bu fx. Bizdan f4 ni so'ragan. Demak, bu yerdan f4 topadigan bo'lsak, bu yerga qo'ysak 8 bo'ladi. Endi bu yerdan h1 ni qiymatini topadigan bo'lsak, h1 ni qiymatini topsak, b ga 1 ni qo'ysak 3, qo'shsak 4. Demak, bizdan 8 taqsim 4 ni so'ragan ekan aslida. 8 taqsim 4 bo'lib to'g'ri javob 2 chiqyapti bu savolga. Yozib olsak bo'ladi. Xo'p, 48-misolimizda bizga mana shu funksiyani berganda f2x funksiyani f3x funksiya orqali ifodalashimizni so'ragan. Birinchi bo'lib turib biz f2x topadigan bo'lsak, ya'ni mana bu x o'rniga biz 2x qo'ysa, 2 ko'paygan 2x 4x minus 3 bo'lib qoladi. Endi bu yerdan biz f 3 ta x topadigan bo'lsak, bu yerga 3x qo'ysak, 6 ta x minus 3 bo'lib qoladi. Endi mana bu funksiyani bu orqali ifodalash kerak, to'g'rimi? Demak, mana bu yerda x ni topib olsak, f 3 ta x minus 3 bu yoqqa o'tsa plus 3 taqsim 6 teng bo'lyapti x ga. Endi bu x ni qiymati mana bu yerga olib chiqib qo'ysak, ya'ni f 2x teng bo'lyapti 4 ko'paygan x o'rniga buni qiymatini yozyapman. F 3 ta x plus 3 buni mahrajida taqsim 6 bor. Xo'p, minus 3. Endi buni qisqartiradigan bo'lsak, f 2x teng bo'lyapti. Buni 2 ga bo'lsak 2, buni 2 ga bo'lsak 3, ko'paytirib chiqaradigan bo'lsak, 2 ta f 3 ta x plus buni bunga ko'paytirsak 6. Endi xo'p, bir yo'la mahraj beraveraylik. Bunga mahraj beradigan bo'lsak, 3 ta ko'ramiz, minus 6, 3 kara 3 9 bo'lyapti bizda qiymati. Mana bu 9. Mahraj jami bo'lib 3 bo'ldi. Demak, bu yerdan f 2x ni topadigan bo'lsak, 2 ta f 3 ta x hop plus 6 minus 9 minus 3 taqsim 3 ko'rinishda bo'ladi. Demak, biz f 2x ni f 3x orqali ifodaladik. Endi 50-misolimizda bizda fx kvadrat funksiya berilgan va bizda j fx funksiya mana bunga teng bo'lsa, bizdan j x funksiyani topishimiz so'ralyapti. Bundan nima qilamiz? Bizdan nima so'rayapti? J x funksiyani topib bergan deyapti. Demak, biz e'tibor qaratsak, mana bu yerda ham daraja, hop, bu yerda ham daraja kvadrat bo'lyapti. Endi mana bu yerda ham kvadrat bo'lyapti. Demak, bu kvadrat bo'lsa, hop, biz j x funksiyani, hop, qandaydir k, biz mana bu j x funksiyani chiziqli funksiya sifatida qaraymiz. Chunki darajalar o'zgarmayapti. K x plus b sifatida qaraydigan bo'lsak, endi mana bu j, hop, mana bu fx qiymati bunga teng. 3 ta x kvadrat minus 5 ta x plus 10 ni topadigan bo'lsak, mana bu yerda x o'rniga biz buni qiymatini qo'yamiz. Ya'ni k ko'paygan 3 ta x kvadrat minus 5 ta x plus 10 plus b. J, hop, j fx bunga teng bo'ldi. Bu esa mana bunga teng edi. Teng 18 ta x kvadrat minus 30 ta x plus 15 ko'rinishi kelib qoldi. Endi bu yerda buni bitta ko'paytirib chiqadigan bo'lsa, 3 ta k x kvadrat minus buni bunga ko'paytirsak 5 ta k x buni bunga ko'paytirsak plusdan 10 ta k plus b. Bu teng bo'lyapti 18 ta x kvadrat minus 30 ta, hop, bitta bo'lyapti x plus 15 ko'rinishida. Endi
x kvadrat oldida 18 turibdi. Bu yerda 3k turibdi. Demak 3k 18 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan k ning qiymati 6 ga teng bo'lishganligini topsak bo'ladi. Bu yerga qo'ysak -30 bo'ladi. Demak to'g'ri. Endi mana bu 10 ta k plus b. Ozod xatga teng bo'lishi kerak. Berilgan tengliklar ayniyat bo'lishlik uchun. Mana bu k ning qiymati bizda 6 ga tengligi bor. Demak bu 10 ko'paygan 6 plus b teng bo'lyapti 15 ga. Bu yerdan b ning qiymatini topsak -45 ga tenglik kelib chiqadi. Endi mana shu yerga biz olib chiqib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni ketdik. Bu teng bo'ladi k. 6 ta x kx, ya'ni bizda k ning qiymatini topib oldik. 6x plus b plus -45. Demak gx funksiya mana shu ko'rinishdagi funksiya bo'lgan ekan. Endi 51-misolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 51 misolimizda bizda mana shu funksiya berilgan. Bundan oldingi qismda bu kabi funksiyalarni ko'rganmiz. Bizdan nimani so'rayapti? f1 ni so'rayapti. Birinchi bo'lib turib biz f1 ning qiymatini topaylik. Buni necha tengligini topib olaylik. f1 2 dan kichik bo'lganligi uchun x ning qiymati bu yerga qo'yamiz. 2 ko'paygan 1 -7 bo'ldi. Javob -5 chiqyapti. Demak biz bu yerda f1 ning qiymatini topsak -5 ga tenglik kelib chiqdi. To'g'rimi? Endi f1 -5 ga teng bo'lgandan keyin mana bu yerga olib chiqib qo'ysak, bizdan aslida f -5 ning qiymatini topib ber degan ekan savolda. Endi nima qilamiz? F -5 ni hisoblasak, hop -5 2 dan kichik bo'lganligi uchun shu yerga qo'yamiz. 2x ya'ni -5 -7. Buni hisoblasak -10 -7 -17 ko'rinishidagi javob chiqar ekan. Demak 51-savolimizga -17 degan javob bo'ldi. Xo'p, shu yerga 55-savolni ko'rib ketsak ham bo'lar ekan. Bizda mana shu funksiyalar berilgan va bizda aytayaptiki, xo'p, agarda fx funksiyaning ozod hadi deyapti. Fx funksiyaning ozod hadi. Fx qanday funksiya bo'lishidan qat'iy nazar, uning ozod hadini topish uchun har bir argument o'rniga 0 qo'yib chiqardik. Mana shu 12 ga teng ekan. Masalan, mana qaylar? Mana shu bitta funksiyada qaraydigan bo'lsak, buni ozod hadini topish uchun har bir x o'rniga 0 ni qo'yib chiqsak, ozod hadi kelib chiqadi. Xuddi shunaqa holat bo'lyapti. Keyin bizdan gx funksiyaning koeffitsiyentlar yig'indisini so'ragan. Koeffitsiyentlar yig'indisi nima bo'lyapti? Koeffitsiyentlar yig'indisini topish uchun biz bilardik, har bitta x o'rniga 1 qo'yib chiqishimiz kerak. Yana mana shu funksiyaga nisbatan qarasak, agarda bizga mana shu funksiyaning hop koeffitsiyentlar yig'indisini topib ber desa, mana bu yerdagi 1 -5 10 ni bir-biriga qo'shib qo'yardik, ya'ni x 1 ga teng bo'lardi. Mana shuni so'rayapti. Demak, hop f 0 ga teng bo'lishi uchun biz har bitta x o'rniga nechta qo'shishimiz kerak? 4 qo'yishimiz kerak. Shunda bu f 0 taqsim bu j 1. O'zi bizdan so'raydigan narsasi birdan kelib chiqdi. Teng bo'lyapti, biz x o'rniga 4 ni qo'yamiz. Bu yerga 4 ni qo'ysak 16 minus bu yerga 4 ni qo'ysak 20 plus 10 ko'rinishda bo'lyapti. Endi xo'p, nima qilamiz? Mana bu yerda f 0 ning qiymati bor bizda 12 taqsim j1. O'zi bizdan biz j1 ni qidiryapmiz. Endi bundan buni ayiradigan bo'lsak -4 bilan buni qo'shsak 6 bo'lib qoldi. Endi j1 ni bu yoqqa proporsiya qilib o'rsak j1 teng bo'lyapti 6 bo'lib o'tadi 2 ga. Demak bizdan so'rayotgan gx funksiyaning koeffitsiyentlari yig'indisi 2 ga teng bo'lganligini mana shu yerdan topsak bo'ladi. Yo'q bo'lsak bo'ladi buni ham. Xo'p, bu misolimizga qaraydigan bo'lsak, bizda mana shu ko'rinishdagi funksiya berilgan va bizdan f2 ning qiymatini ham berib qo'yibdi va bizdan f4 ning qiymatini topishimizni so'rayapti. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi bo'lib biz berilgan qiymatdan foydalanishga harakat qilaylik. Ya'ni x o'rniga hozirgi holatda 2 ni qo'yib chiqsak, mana bu yerga qo'ysak f3 plus 2 ko'paygan f2 teng bo'lyapti 12 ga. Biz bu yerdan f3 ning qiymatini topsak bo'ladi. f3 ning qiymatini topadigan bo'lsak, plus 2 ko'paygan f2 ning qiymati bizda 7 ga teng bo'lyapti 12 ga. Bu yerdan f3 ning qiymatini topadigan bo'lsak, bu 12 bu 14 bu yoqqa o'tsa -2. Ya'ni f3 ning qiymati -2 ga tengligini topib oldikmi? Endi biz f3 borligidan foydalanib x o'rniga 3 ni qo'yamiz. X o'rniga 3 ni qo'ysak bu yer f4 bo'lib qoladi. Plus 2 ko'paygan f3 bo'lib qolyapti endi. Teng bo'lyapti 12 ga. Biz bu yerdan f4 ning qiymatini topadigan bo'lsak, plus 2 ko'paygan f3 ning qiymati necha bo'ldi bizda? -2 bo'ldi. Xo'p, -2 teng bo'lyapti 12 ga.
Biz bu yerda f to'rtni qiymatini topadigan bo'lsak, buni ko'paytirsak -4mi? Bu yoqqa o'tsa +4 bo'lib o'tib 16 bo'lib qoldi. Demak, f to'rtning qiymati 16 ga teng bo'lganini topsak bo'ladi. Endi xo'p, mana bu yerda funksiyamizga qaraydigan bo'lsak, biz mana shu grafikni bergan va bizlar mana shu tengsizlikni yechishimizni so'rayapti. Xo'p, tengsizlikni qanday yechardik? Ko'paytma bo'lganligi uchun har birini 0 ga tenglab chiqardik. Ya'ni fx ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Maxrajdagi x - 4 ham 0 ga teng bo'lishi kerak. 4 noqat'iy bo'ladi. Chunki 4 qat'iy bo'ladi, chunki maxraj 0 ga turib qoladi. Va bu yerdan mana bu birinchi holatda bu 0 ga teng bo'ldi. Ikkinchi holatda x - 4 0 ga teng bo'ldi. Uchinchi holatda mana bu 0 ga teng bo'lishi kerak. X + 1 teng bo'lishi kerak 0 ga, bu yerdan x teng bo'lishi kerak -1 ga. Endi fx qachon 0 ga teng bo'lyapti? Yaxshilab qarasak, fx ni 0 ga teng bo'ladigan qiymatlar -5 va -1. Ya'ni a x o'qini kesib o'tgan joylar, xo'p, 0 ga teng bo'lgan holatlar bo'ladi va bu yerdan 4 bo'lyapti. Demak, bizda -1 bu yerda ham qatnashyapti, bu yerda ham qatnashadi va -1 karrali ildiz hisoblanadi. Juft marta qatnashganingizda karrali ildizlar hisoblanadi. Endi 4 bu yerda ham qatnashyapti, bu yerda ham qatnashadi. Demak, karrali bo'ladi. Demak, biz tengsizlik ishlashda topib oldik va chiqqan ildizlarini soniga tasvirladik. Bu yerda -5 bor, bu yerda -1 bor va bu yerda 4 bor. 4 ham -1 ham biz mana karrali dedik. Ya'ni bular karrali ildiz hisoblanadi. Endi intervallarga ajratib olardik. Mana shu ko'rinishda. Endi xo'p, biz 4 dan katta bo'lgan sonni bu yerga qo'ysak, mana bu yerga qo'ysak minus bo'ladi, chunki 4 dan katta bo'lgan sonni qiymatini qo'yganimizda buni qiymati manfiga qarab ketyapti. Demak, minus plus demak minus bo'lar ekan. Bu karrali bo'lgani uchun minus saqlab qoladi. Bu ham karrali, minus saqlab qoladi. Bu karrali emas, bu plus bo'lib qoladi. Endi bizdan kichik joylar so'rayapti, ya'ni mana bu minus joylarni so'rayapti ekan. Endi biz e'tibor qaratsak, mana bu 4 degan javob maxrajdan chiqqanligi uchun bo'yalmaydi. Lekin mana bu 5 ham, -1 ham suratdan chiqyaptimi va tengsizlik jo'rasi noqat'iy. Bular bo'yalgan javoblar qatoriga qabul qilinadi. Demak, -5 dan bo'yam qilinyapti-da. Ya'ni -5 dan 4 gacha qabul qilyapti. 4 kirmaydi. Va bu -5, chunki -1 ham kiryapti-da. Bo'lib yozish foydasi yo'q. -5 dan -1 gacha ikkalasi ham kiradi. -1 dan 4 gacha qilib yozganimiz shu bilan bir xil javob. Bu birlashma bo'ladi. 4 dan cheksizlikka qarab ketyapti. Demak, javob mana shu ko'rinishda bo'lgan ekan. Xo'p, quyidagi misolimizda mana shu funksiya berilgan. X ekran kichik bo'lsa, bu funksiyaga qo'yamiz. X ekran katta bo'lsa, bu funksiyaga qo'yar ekanmiz. Demak, f1 ni topish uchun mana bu 1 dan kichik bo'lganligi uchun bunga olib kelib qo'yaman. Ya'ni bunda har bitta x o'rniga 1 qo'yib chiqaman, har bir xlar o'rniga. Shunda bu 2a bo'lib qoladi. X 1 ga teng, chunki +3 taqsim b kvadrat bo'lib qoladi, chunki x 1 qo'yyapman. +2, ya'ni bu biz topgan f1 edi. f1 degan funksiya 2 ga teng degan. Endi proporsiya qilib olsak, 2a +3 teng bo'lyapti 2b kvadrat +4 ga. Endi bu turib tursin, bu bog'lanish. Endi f3 teng degan 4 ga. Mana shundan foydalanaylik. Xo'p, f3. Mana bu 2 dan katta bo'lganligi uchun bu yerga olib chiqib qo'yamiz. Har bir x o'rniga 3 ni qo'yamiz. Shunda bo'ldi. 9 plus b o'rniga 3 ni qo'ysak 3b plus 1 teng 4 ga. Endi bu yerdan 3b, bunga buni qo'shsam 10, nayta 10 bo'lsa -6. Bu yerdan b ni qiymatini topsak -2 ga tenglik kelib chiqadi. b ni qiymati topildi, mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. 2a +3 teng bo'lyapti. 2 ko'paygan b ni kvadrati necha qoladi? Ya'ni -2 ni kvadrat bo'ldi. +4. Bu yerda 2a ni qiymatini topadigan bo'lsak, bu hop 4 kira 2 8 +4 -3 +3 -3 bo'libdi. Bu yerda a ni qiymatini topsak 12 9 bo'lib qolyapti. 9 2 a teng 9 bo'lsa, a teng bo'ladi 4,5 ga. Bizdan bularning yoki yig'indisini yoki ayirmasini so'ragan, o'zimiz topib olsak bo'ladi. Endi hop 69-misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, fx esa argument juft son bo'ladigan bo'lsa, bu yerga qo'y deyapti. Argument tog' son bo'lsa, bu yerga qo'y deyapti. Demak, hop f ichida 1 2 3 4 5 ta. Demak, outputda hisoblashimiz kerak. Birinchi bo'lib mana bu qiymatni hisoblab olaylik. Birinchi bo'lib f9 qiymatini hisoblaymiz. 9 90 bo'lgan bu yerga qo'ysak.
8 bo'ladi. Endi mana buni hisoblaymiz. Ya'ni f 9 qiymat 8 chiqdimi? Xo'p, f8 bu yerga qo'yadigan bo'lsak 4 bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni mana bu yerga qo'yamiz-ku. Endi keyingisi, uchinchisi, mana buni hisoblaymiz. Mana bunga nisbatan. F mana bu jamidan 4 chiqdi. F jamidan 4 chiqdi. Endi 4 ni qayerga qo'yamiz? 4 mana bu yerga qo'yamiz. Bu yerga qo'ysak 2. Endi 4-chi qilib mana buni hisoblaymiz. Ya'ni f 2 chiqdimi? Mana shuni hisoblaymiz. F2 ni qiymatini topsak 1 bo'lib qoladi. Endi mana buni hisoblaymiz. Ya'ni 5-da f 1 da qiymatini hisoblaymiz. F 1 da qiymati bu yerga qo'ysak 0 bo'ladi. Xo'p, endi 6-chi qiladigan ishimiz f 0. 0 bizda juft raqam hisoblanadi. Endi xo'p, 0 ni qayerga qo'yamiz? Bu yerga qo'yamiz. 0 2 ga bo'lsak 0 taqsim 2 bo'lib, javobimiz baribir 0 chiqyapti. Demak, 69-savol javobi 0 bo'lgan ekan. Xo'p, 71-misolimizda bizga mana shu funksiyani bergan va bizga shart etyaptiki, agarda mana shu funksiya a -2 yu -2 vektorga nisbatan simmetrik bo'lsa deyapti. Ya'ni biz bundan oldingi mavzularda ko'rganmiz. Y teng kx plus b. Ya'ni vektor, mana shu vektorga nisbatan simmetrik ko'chirishni biz ko'rganmiz. Ya'ni burishni. Bu bundan oldingi video darslarimizda bor funksiya bo'limida biz nima ish qilardik? Mana bu yerdagi har bitta y ni o'rniga y minus y0 qo'yib chiqardik. Mana buni x0, buni esa y0 deb olgandik va har bitta x ni o'rniga biz x minus x0 deb qo'yib chiqardik. Ya'ni simmetrik burilgani uchun mana shu xossa bo'lyapti. Ya'ni ko'chirish natijasida. Endi bundan nima ish qilamiz? Bu yerda buni y deb belgilab bo'lsak, y teng 3 taqsim x plus 4 plus 3 degan funksiyani bo'ldi. Bunga nisbatan burishni boshladik. Bu yerda y ni o'rniga biz nima yozamiz? Y minus -2 bo'lib turib, plus 2. Endi x o'rni x minus -2 bo'lib turib, x plus 2 bo'lib qoladi. Endi hop, buni o'rniga buni yozishimizni bildik. Y plus 2 teng bo'lyapti 3 taqsim. Hop, mana shu yer x plus 4 mi yoki x plus 2 mi? Shunga bir shartga qarab olaylik. X plus 2 bo'lgan ekan. Mana bu yer x plus 2 bo'lgan ekan shartida. Endi 3 taqsim, mana bu yerda x ni o'rniga esa buni qo'yishga kelishdik. X plus 2 plus 2. X plus 4 bo'lib qoladi endi plus 3. Bu yerdan yangi funksiyani topadigan bo'lsak, 3 taqsim x plus 4 plus 1. Endi bizda aytayaptiki, bu funksiyaning aniqlanish sohasi y bilan belgilanadi, dy. Topib berdi. Bu funksiya aniqlanish sohasi x xohlagan sonni qabul qilishi mumkin, faqat mahraj 0 ga teng bo'la olmaydi. -x ligidan -4 gacha bo'lgan sonni qabul qilishi mumkin yoki -4 dan -x ligiga bo'lgan sonni qabul qilishi mumkin, lekin hop, -4 o'zini qabul qila olmaydi. Endi buni qiymatlar sohasi y degan qiymatlar sohasini o'tadi. Qarang, mana bu son 0 ga bo'lmaydi. Ya'ni buni qiymat 0 bo'lmaydi. Bu 0 emasmi? Demak, bu hech qachon 1 ga teng bo'lmaydi. Ya'ni minus cheksizligidan 1 gacha degan sonni qabul qilishi mumkin, lekin 1 da qabul qila olmaydi. 1 dan cheksizlikgacha degan sonni qabul qilishi mumkin. Demak, mana shu ko'rinishdagi javob bo'lar ekan. Endi, hop, 74-savolda fx degan funksiya bor. Mana shu funksiya deyapti. Hop, x teng 3 to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik va mana bu yerdan f, ya'ni y o'qini 7 ga kesib o'tadi degani f 0 dan 7 degani, ya'ni x o'rniga 0 qo'yardik. Demak, mana bu x teng 3 ga nisbatan simmetrik bo'lgan funksiyani topib oladigan bo'lsak, buni ham bundan oldingi mavzularda ko'rganmiz. Qanday topamiz? Endi mana bu yerda x ni o'rniga biz hop 2, mana buni x0 deb olaylik. 2, mana bu ko'paygan 3 minus x, ya'ni har bir x o'rniga ikkita x0 minus x, ya'ni y qanday to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo'lsa, hop, y teng 2y0 minus y ko'rinishida belgilash kiritadi. Ya'ni buni o'rniga biz buni qo'yamiz. Ya'ni mana buni qo'yamiz. Shunda bu f bu 6 minus x degan funksiya ham bo'la olar ekan. Bu simmetrik funksiya. To'g'rimi? Demak, bu f 0 ga 7 ga teng bo'lishi. Yana buni qiymati qachon 0 ga teng bo'ladi? Qachonki x teng 6 bo'lganda. Demak, x teng 6 bo'lganda ham bu funksiyaning qiymati yana hop 7 chiqib berar ekan. f0 bu berar ekan. Endi hop 75-savolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 75-savol shu yerga sig'ar ekan.
75-savolda bizga grafik bergan, ya'ni grafikni ham ko'rinishini chizaman. Mana shu ko'rinishda. Xo'p. Mana bu yer 3 nuqta 3 qo'yganimizda buni qiymati 5 ga teng bo'lyapti va bu yerni 11 ta kesib o'tyapti. Endi quyidagilardan qaysi biri mana shu grafik tengmas deyapti, qaranglar. Bunda birinchi o'rinda mana bu ko'rinishda, ya'ni mana bu ko'rinishda bo'lgan edi, bu y teng modulda x ko'rinishda bo'ladi. Endi buni 3/10 ga suryapti, ya'ni bu y teng x minus 3 ga ko'chyapti. Endi buni 5/, yo'qdir, 5/, pastga tushiradigan bo'lsak, ya'ni bu mana bu ko'rinishda bo'lib qoladi grafik. Ya'ni 5/, sursak mana 3 va mana bu 5/, tushdi degani mana bu yergacha 6 ta kesib o'tyapti. Endi buni qachon 6 kesib o'tadi desa, xo'p, bu holat bo'yicha mana bu minus 3 ta kesib o'tadigan bo'lsa, y ni, ya'ni x o'rniga 0 qo'ysak, 3 ta kesib o'tishga to'g'ri keladi. Endi 6 ta kesib o'tyapti. Ya'ni buni oldida qandaydir son bo'lishi kerak. Bu y teng 3 6 bo'lishligi uchun 2 ga ko'paytirishimiz kerak. X minus 3. Endi nima qilyapti? 5/, surib qo'yaptimi? 5/, yuqoriga qo'shilib qolyapti deb qarasak bo'laveradi. Demak, javob mana shu javob bo'lar ekan. Xo'p, davom etib ketsak, bizda aytayapti fx funksiya bunga teng bo'lsa va jx teng 7 deyapti. Mana shu yerga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni jx o'zgarmas funksiya. Endi biz fx qo'ysak, buni o'rniga buni qo'yganimiz bilan baribir x qatnashmayapti-ku bunda. Buni qiymati baribir o'zgarmaydi. X ning ixtiyoriy qiymati 7 chiqaradi. Endi bunda ham 79 ham yuqori yozmadim. Aytayaptiki, x ning ixtiyoriy qiymatida fx teng 2 deyapti. Ya'ni har qanday qiymat qabul qilaveradi. Mana shu 2 ga teng bo'lsa, buni qiymatini so'rayapti. Bunda ham hech qanday x ga bog'liq joyi yo'q, buni ham qiymati o'zgarmaydi. Endi 81-savolimizda mana shu funksiya grafigi, xo'p, qaysi choralardan o'tadi deb savol beryapti. Grafik chizsak, mana shu ko'rinishda grafik bo'ladigan bo'lsa, mana bu xo'p. Bu holatda hozir o'suvchi bo'lish kerak birinchi o'rinda. Xo'p. Mana shu ko'rinishda bo'lsa, bu y teng x grafiki bo'ladi. Endi modul qo'yadigan bo'lsak, mana bu. Xo'p, pastdagi qism tepaga qarab qoladi, ya'ni mana bu ko'rinish kelib qoladi. Ya'ni bu o'chib ketadi, bunisi yo'q bo'ldi. Bu y teng modulda x grafiki. Endi buni nima qilyapti? 4/, qo'shyapti, ya'ni 4/, bu tomonga suryapti. 1 2 3 4/, suryapti va bu mana shu ko'rinishga kelib qoldi. Endi bu ko'rinishga kelib qolgandan keyin, xo'p, 7/, pastga tushiryapti. Ya'ni mana bu grafik, ya'ni bu ketdi, buni o'chib ketdi bu grafik. Buni 7/, pastga tushiryapti. 1 2 3 4 5 6 7, ya'ni mana shu yerga tushyapti, mana bu yer. Va buni grafik qaysi holatda o'tadi? Endi xo'p, mana bu holatda 4 da o'tardi va 7/, tushsa, mana shu yerdan o'tib, mana shu ko'rinishda grafik bo'lar ekan. Bu degani 1 2 3 4 dan o'tyapti, ya'ni hammasidan o'tadi. Demak, hamma chorakdan grafik o'tar ekan. Demak, funksiya bo'limi yakunlandi. Keyingi bo'limga, xo'p, keyingi darslarimizda ko'rishamiz. Geometriyadan keyingi bo'limda.